Xo'p, ko'ryapsizlar, men xalqimga murojaat qilmoqchiman. Karkidon suv ombori juda ham go'zallashgan holatda bo'lib turibdi. Hozirgi payt 2026-yil may oyiga nisbatan, lekin ozgina dilxiralik bo'ladigan joylarni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu holatlar, bu tapchanchalarni qaranglar. Xalqimiz uchun menimcha bepul holatda qo'yib qo'yishgan. Hali birantasi pul so'ragan ko'rganim yo'q. Bugun keldim. Juda ham zo'r. Lekin mana bu holatlar juda ham achinarli holat. Kimdir Pepsi'da ichib ketgan, qoldirgan. Bu holatda nima deysizlar? Shuni olib ketish qiyin o'ylaysizlarmi? Bundanda achinarli holati bor. Bu suv boyida shunaqa axlatlar shundaqacha turibdi. Bu narsalarni o'zimiz go'zallikni yaratamiz, lekin ifloslikni ham o'zimiz yaratib qo'yarkanmiz-da vaqti kelgan holatda. Mana bu ko'rpachalarni qaranglar. Shu ko'rpachalarning donasi yaxshigina pul turadi-da, lekin shunaqa zo'r ko'rpachalarni menga qo'ygan, lekin mana bu ahvolga nima deysizlar endi? Bu ahvol kimdir yegan va axlatchasini tashlab ketgan. Nonda turishini qaranglar, shundaqacha. Xo'p, bu kadr tuzganimizdan keyin Xudo xolasa betlar yig'ishtirib berishga harakat qilamiz maksimal darajada, lekin bu holatni indamay qolishimiz xato deb o'ylayman. Bu yerga shuncha qazilgan pul ajratilmagan bu joylarga, bu yerda go'zallikni yaratib bergan tashkilotlarimizga shunaqangi holat takrorlanaversa, bu holat qaysi holatda berib qo'yishi ham mumkin-ku bu. Mana uni qaranglar. Shunaqangi zo'r yeb tashlab ketish, salafanchaga qo'yib turib olib ketsa nima bo'ladi shu narsalarda? Shuncha narsa, mana ularni qarang. Nima degan narsa? Go'zallikni xohlaymiz, lekin o'zimizdan keyingi holatni tashlab ketdik. Qaysi vijdon bilan bu holatni tashlab ketamiz? Atvetga yarasha atvet bo'ladi degan narsa bor. Mana narsalar suvni bo'yida turibdi hammasi. Va suvni bo'yiga chiqqan sari betda suvni ko'paytirib chiroyli qilib qo'yishgan bo'lsa, shu narsaga oid normal atvet qilib chiroyli kelib o'tirib ketinglar, akalar, opalar, singillar. Sezon hali endi boshlanadi. May oyida turib shunchalik odam. Bitta oilaviy kelib maza qilishadi. Shu narsalar yo'qolib qolmasin. Bitga hazlagan pul ajratiladi. Mana narsalar lekin dilxiralik qilyapti-da. Suvda qaranglar bu yerda. Maza qilib kelaverasizlar, lekin mana narsalarni hozir siz bilan men va do'stimiz amal qiladigan bo'lsak, xuddi shu narsalar hammasi yechim topiladi. Qaranglar, o'tiribdi shunday. Narsa shunday qolib ketgan. Mana ko'rpachalar qaranglar, tayyor. Birantasi yerda pulli yoki kimdir yoki qo'ychanchilik qo'ygan yo'q hali. Xo'p, akalarimiz kartonlarni qo'yib qo'yishgan chiroyli holatda. Tabiat qo'yini o'ta go'zal, qurilish hali ham davom etmoqda. Lekin shu tabiatni asrab-avaylab, go'zallikka go'zallik qo'shish siz bilan meni qo'limda. Shu videoni maksimal darajada barcha do'stlarga yuborib qo'yinglar. Tabiatni asrash barchamizning vazifamiz.